Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun biz Mark Casado haqida gaplashib o'tamiz va afsuski nimaga Mark Casado Barselonani tark etishi haqida. Mana Alejandro Balde haqida meni sal negativ fikrlarim borda, lekin Mark Casado haqida menga hech qachon negativ fikr bo'lmagan va bo'lmaydi. Nimaga? Chunki Mark Casado bilaman. Masalan, chiqqan payti ham bilinib turibdi, Mark Casado pas berish bo'yicha salgina qiyin. Masalan, nima desam bo'ladi? Baribir ham bilinib turibdi-da, lekin Mark Casado kerak bo'lgan payti Barselonaga chiqdi va Barselonaga yordam berdi. Umuman masalan, chiqib olib Ferran Torresga o'xshab bir qanaqadir meni qadrlash kerak, yo'q uni gap qilgani yoki Alejandro Baldega o'xshab mentaliteti bir qanaqadir slabiy odam emas-da. Mark Casado bu monstr. To'g'risi. Mark Casado mana mayli, top klub o'yinchisi bo'lmasligi mumkin, lekin men aytaylik, top klubga yaqin, masalan, Newcastle, aytaylik Newcastle, Tottenham. Mark Casado mana shunaqa klublarga bemalol kirib ketadi. Bemalol. Даже United hozir mana ko'ring, mana kim qayerdagi Andrey Santos yoki Tielemans sotib olyapti. Mark Casado bemalol o'shanga kiradi. Mark Casado o'shalardan yaxshiroq o'ynaydi. Barselonada nima muammo so'z Mark Casado? Barselonada slishkim ko'p yarim himoyachi bor. Ko'payib ketdi-da, to'g'risi. Va oldin masalan asosiy muammosi Bernal bo'lsa, hozir Javi Espart chiqib qoldi. Masalan, Barselonada qanday mana pozitsiyada futbolchi bo'ladi, asosiy futbolchi, uni o'rniga La Masiyadan yo o'zimning ikkinchi futbolchisi bo'ladi yoki La Masiyadan qanaqadir rotatsiya futbolchi qo'yib qo'yadilar. Ko'p keyslarda shunday. Casadoning muammosi shundaki, mana oldin 24-25 mavsumda eslaringizda bo'lsa, Casado bilan Bernal birga chiqotdi. O'shanda ham nima bo'ladi? Mana mavsumning boshida o'sha Bernal 1 yillik jarohatidan oldin faqatgina Bernal chiqayotdi, eslaringizda bo'lsa. Faqatgina Bernal. Qachonki Bernal ush 1 yillik jarohat bo'ldi, Barselonada pul yo'q boshqa yarim himoyachiga. Shuning uchun Barselona Mark Casado'ni ishlatdi, lekin Mark Casado o'sha payt o'zini yaxshi ko'rsatdi. 24-25 mavsumi Mark Casado super ko'rsatdi o'zini. Kerak bo'lgan payt chiqdi, kerak bo'lgan payt imенно o'sha ikkita o'yin, oktyabrdagi Bavariyaga qarshi hamda Real Madridga qarshi o'yinlari meni to'g'risi qanaqadir yorvordi-da. Polностью mana shu yarim himoyani o'ziniki qoldi. O'sha Lewandowskiga pas El Clasicoda va Bavariyani qanday qiynatib tashagani hamma esda bor. Mark Casado Barselonani tark etadi. Chunki o'zumuman Jorge Mendes ularning agenti va Jorge Mendes yaqindagina Barselonaga keldi. Jorge Mendes ham uni sotadi, Casadoni ham Baldeni ham birga ketadi shu ikkalasi. Casado mana yomon futbolchi emas, faqatgina shu talant sal yetishmaydi-da, salgina. Pas berish, salgina o'yinni ko'rish muammolari bor. Masalan, Casado menga yoqadi. Casado juda ham yaxshi. Masalan, agarda kimdir menga kelib, yo Casadoni yo Baldeni saqlab qolasan desa, men Casadoni aytardim. Chunki Casado o'tirib olib, hech kimga jalba qilmaydi yoki hech nima. Casado chiqadi, ishini qiladi, o'tirsa, masalan, o'tiradi rotatsiyaga. Kerak bo'lgan payt chiqadi, ishini qiladi, hech qanaqa savol yo'q, hech qanaqa masalan, qamani qadrlamaydi, unaqa gap yo'q. Hech kim uni masalan urushmaydi. Barselonaga ham shunaqa futbolchilar kerak. Prosta o'sha Rodri keldi. Bu yoqda Javi Espart chiqdi. Masalan, Javi Espart chiqmasa ham mayli edi, Mark Casado turardi-da, masalan. Bittasi jarohat olib qolsa, masalan, aytaylik, Rodri jarohat olish muammoligi bor, Pedri bor, Gavi masalan jarohat ko'p oladi. Shu olib qolish mumkin-da ko'pi. Lekin boshqa masalani yozib qo'yinglar kommentga. Lekin Casado hech qachon hech kimga muammo bo'lgani yo'q. Menga shunisi yoqadi. Shunaqa futbolchilar yoqadi. Mana talanti bo'lmasa ham, mana Gerard Martin nimaga juda ham yoqadi menga. Menga Gerard Martin juda ham yoqadi. Men Gerard Maldini deb oldin ustidan kulardim, to'g'ri tan olaman, lekin Gerard Martin rostdan hammaga tushuntirib qo'ydi. Progress bor.
Kasadoda progress yo'q-da baribir. Lekin mentalitet zo'r. Kasado mana aytaylik Manchester Unitedga bemalol kirardim. Men o'ylashim bo'yicha, chunki Manchester United hozir kechagina Hull Cityga 2-0 yutqazib qo'ydi. Tielemans o'rniga, endi Tielemansda pas bera olmaydi-yu, lekin mana Andrey Santos yoki mana Casemiro ketdi-ku, Casemironing o'rniga bemalol chiqib o'ynab berish mumkin. Yarim himoyani himoyaviy tayanch yarim himoyachida oldin tayanch yarim himoyachida nima kerak edi? Buzish kerak edi o'yin, to'g'rimi? Joao Palinaga o'xshagan o'yinchilardan endi Casado va Casado bemalol Joao Palina deb bo'lib beradi. Men uchun Joao Palinadan ham yaxshiroq futbolchi. Va unga omad. Casado menimcha Al Hilolga ketadi, chunki bu yoqda qanaqadir nima deydi uni g'alati biznes bo'ldi mana shu Cancelo hamda Al Hilol bilan. Qanaqadir o'sha Cancelo haqida videoga aytdim-ku kecha. Nimagadir Cancelo bilan shartnomani ular uzdi, lekin ular transfer 5 millionga sotsa ham men shuni to'lamasdi. Shu menimcha Casado Al Hilolga o'tadi 20 millionga. O'zi masalan Barselona 40 millionga sotmoqchi bo'lsa, Casadoni Canceloni transfer anonsi minus bo'lib ketadi. Canceloni narxidan. Casadon transfer narxidan. Mana Casadon transfer narxi 40 million bo'lsa, Canceloni endi bilmayman, 10 million deylik. 10 million minus bo'ladi. Casado Al Hilolga 30 millionga o'tadi. Endi bu meni o'ylashim bo'yicha, yana bilmadim. Может boshqa klubga o'tar. Ko'p juda ham qiziqish bildiryapti-da Al Hilol. Boshqa klubga ham o'tishi mumkin. Borussiya, mana shunaqa klublar. Bayern. Ajax yomon juda ham hozir. Seriyaga ham o'tishi mumkin bemalol. Top klublarga, Inter bemalol, Napoli bemalol, Milan. Xullas, menga hech qanaqa Casadodan bir yomon fikrim yo'q. Casadoga har doim omad, pozitiv fikrlarim. Men qaysi klubga borsam, uning uchun har doim masalan vaqtim bo'lsa o'yinni ko'raman, chunki Casado menga juda ham yoqadi va klub uchun o'ynaydigan futbolchilar-da bular. Klub uchun o'ynaydigan futbolchilar va afsus o'xshamadi Barselona bilan, lekin unga omad. Shunaqa gaplar do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar shu Casadoni ketish haqida, qaysi klubga ketadi va o'zimman Casadoning Barselonada yana qaytib kelishi mumkinmi? O'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar. Visca Barça, Visca Catalunya. Adios.